Farg'ona shahridagi O'zbekiston-Koreya xalqaro universitetida navbatdagi madaniy-ma'rifiy yoshlar festivali bo'lib o'tdi. Umuman olganda tadbir kayfiyati juda ham ko'tarinki bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni talabalar o'zlari bevosita narsalarni tayyorlab ko'rib, yasab ko'rib, qatnashib ko'rishda ishtirok etishdi va shuningdek ko'rganlar uchun ham juda qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni kamyob bo'lgan narsalar, misol uchun biz fakultetimizdagi, turizm fakultetidagi misol O'zbekiston, Qozog'iston yoki Meksika, Fransiyani maketlari qilingan edi. Ularning kiyimlari, ovqatlari pishirib kelingan edi, tayyorlangan edi. Ular namoyish qilib berildi. Misol uchun bitta misoli talabalar gidlik fanini o'rganishgan edi va bitta talabamiz gid bo'lib ko'rib, mehmonlar bilan birgalikda yurib tanishtirib chiqdi. Bu ham amaliy narsa bo'ldi deb o'ylayman. Turizm hozir O'zbekistonda ko'p rivojlanayotgani uchun ko'proq bizni amaliyot fanlarimizga olib chiqishadi. Har darslarda o'qituvchilar aylantirgan mehmonxonalarga olib borishadi, aeroportlarga boramiz. Aytishim kerak, biz festivalda o'zimiz tayyorlayotgan kokteyllar, kofelar, har xil Koreya urf-odatiga mansub bo'lgan shirinliklarni talabalarga ulashyapmiz.